Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi dorozamiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Beshariqqa kelib o'rnadi. Qaytdagi uslubdagi hamyonbop, shunchaqbop pechatli dorozamiz. Xo'p, materiallar tanishtiradigan bo'lsak, ikki yonbosh, tepa qismlari 8-8, o'sha 7 tenkasidan foydalanildi. Taglari albatta 8lik shivillardan bo'ldi. Profillarimiz 6 1x tenkasidan bo'ldi. Deslar shu brooch variantda kraska toza kal, bankoviy kraska bo'ldi. Tagidan ko'rintirga xili kraska, xili laksat berildi. Mativiy variant bo'ldi. Bunga glansli qora nержавейкаdan qo'yib berildi. Xudo xolasa, buni nержавейкani bo'lsa to'g'ridan rangini o'zgartirishdan mumkin agar zakaz beradigan bo'lsalaring albatta. Hanaga qo'yib berilgan zubir zamir tepa qismida lazerda skvajna qilib berib gulxo'y qilib berildi. Ham ko'rinishi chiroyli bo'lib yopish turadi, havo aylanib turishga, osmoniga qarab turib o'rtasiga ham xuddi shunaqa qilib bering dedilar. Bo'ldi deb Xudo xolasa tepasini ham arkali joyini ham chiroyli qilib berdi. Bizni akamiz ham shu ikkita ko'p zakaz berganda ko'rishdan mumkin. O'sha bir qavatli dorozamiz. Hop. Shu bir qavatli dorozamiz pechatlarda albatta shu holatda bo'ladi. Ikki qavatlidan bir qavatlidan tashqi ko'rish o'zgarmaydi. Bir qavatlida shu orqa tomoni qog'oz qanday bo'lsa, orqa tomoni shunday, orqa tomondan bir shakl bo'lib turadi. Xo'p. Bu dorozamiz summasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu dorozam 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan dastlabki ustunliklarni xuddi shu materialda olib borib beramiz. Bir qavatli variantini. Kimga mana shunday doroza kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib olasizlar. Vodiy va Toshkent bo'lib, O'zbekiston bo'lib yetkazib berish xizmati mavjud. WhatsAppda yozib aloqadasizlar, bilan tashib beramiz. Yo shu kabi bo'lmasa, bundan arzonda, bundan qimmatroq variantda dorozalarimiz bor. Kelish asosida daroza, perilla, kazurik barcha ishlaringizni bitirib beramiz. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'yasizlar. Daroza ko'rib turib, birdan 10gacha bo'lgan baholarni kommentariyada ustidan qoldirasizlar. Sog' bo'lasizlar.